LED lampochkalar, nostandart o'rnatilgan yoritish chiroqlariga qarshi reyd tadbirlari o'tkazyapti. Endi bu tadbirlari nima sababdan kuchayib ketdi aka? Y7 yoki любой Zimmer, Primer boshqa narsa o'tlarni to'g'ridan-to'g'ri o'rnatganligimiz uchun. Xo'p, buni misol uchun aytishim mumkin, mana Y7 8 ming LED. Nima sababdan bu mumkin emas? Tizig'i bor deb aytishimiz mumkin. To'ppa-to'g'ri aytasiz. Tizig'i bor, hamma narsasi yaxshi. Lekin bu holatda, nikel holatida nurlari yoqqa urilib ketadi. Shu holat uchun bu narsaga zapret deb hozir reyd tadbirlari kuchayib ketdi. Transport o'rnatgan chiroqlaringiz bo'yicha, LED lampalar o'rnatganingiz bo'yicha ma'muriy bayonnoma rasmiy beradi haydovchi. Lekin avtotransport o'rnatgan chiroqlar o'zi me'yor bo'ladi. Masalan, LED lampa o'rnatilgandan keyin orqasi atrajatili bor o'sha. O'sha olib tashlash kerak yoki bo'lmasa, orqasi qoraytirib chiqish kerak, tushundingizmi? Hozirgi holatda orqa qismi deyilganida qop-qora bo'lishi kerak. Ya'ni eski holatida, shtatniy holati, mana shtatniy holati deyiladi. Yaxshilab eslatib qolamiz. Bu Cobalt Nexus Spark hamma mashinada reflektorli fara deyiladi. Ya'ni nur yig'ilgan holatda chiqadi. Ya'ni o'zidan nur sochilib ketadi. Faqat buni lyuminik kichkina bo'lgani uchun, slabik bo'lgani uchun u ko'zga tushmaydi. Sariq bo'lgani uchun. LED aksariyat holatda bu yoqqa tegdimi, kuchli bo'lib boradi. Shu hisobidan nur sochuvchisi deb aytilyapti akalar. Mana danlisi shu darajada katta. Mana blижнisi nur yoqqanida LED o'zidan nur taratadi. Nur taratganda linzani chetlardan nur chiqadi. Bu yoqqa uriladi. Yana nur sochilib ketadi. Shuning uchun ham hozirgi xodimimiz ishtirok yozdi. Shoferga binoan. Xo'p, endi nima sababdan bu chizig'i bor qoraga bo'yab qo'ysamchi deyishinglar mumkin. Agar shu holatda qoraga bo'yab qo'ysanglar, danlisi yo'qolib qoladi. Buni ham hozir yana video davomida qo'shilib o'tamiz va qo'shimchalar qo'shamiz. Mumkinmi aka? Hurmatli haydovchi, yo'l harakati qoidalarini 3-ilova 708-bandiga asosan yoritish chiroqlarini noto'g'ri o'rnatib olgansiz. Ishlab chiqarish to'xtamagan transport vositalariga LED chiroqlar, ya'ni oq chiroqlar o'rnatish taqiqlanadi, hurmatli haydovchi. Yo'l harakati qoidalarini 3-ilovasida, ya'ni taqiqlov shartlarida yozib qo'ydi. Ishlab chiqarilishi davom etayotgan transport vositalari o'zini yoritish chiroqlaridan foydalanish kerak. O'zini yoritish chiroqlaridan foydalanish kerak deyilgani, o'zida mana shtatnisida kalyonli H4 bo'ladi. Bu linza emas, kalyonli. Buni nimaga bunga zapret yo'q, lupa emas-ku deyishimiz mumkin. Bu spesifik savol tug'iladi shu narsaga. O'zida lupa bo'lmasa, atrajatel bo'lsa, lekiga nimaga bunga zapret yo'q deyishinglar mumkin. Misol uchun mana 190 bor, o'zida 55-60 atrofida bo'ladi. 190 qo'ysak ham bo'larkan deb yurasizlar. To'g'ri, bu kalyonli nur sochilib ketmaydi. Ya'ni 360 gradus deylik, har qanaqasi ko'rinadi va o'rtasida qaysi qismlari ko'rmasligi mumkin. Bu shunga hisoblab yig'ilgan akalar. Shuning uchun aytilyapti, belgilangan tartibda deyilyapti, o'z nomi bilan tartib. Bu yerda har bitta ko'rayotgan reflektorimiz, mana har bitta bo'luv, chizuv, har bitta narsasi okalar yo'naltirilgan. Ya'ni yo'naltirilgan deganimizda, mana LEDimizni ichida ahamiyat bersak, bunday shapkacha bor. Mana shapkachasi yo'naltirib beriladi. Endi to'g'ri LED da ham yo'naltirilgan okalar. Yo'naltirilgan lekin bitta narsani yaxshilab tushunaylik. Yo'naltirilganda mana konstruksiya bo'ladi. Polni yo'naltirilib qilingan. Nur sochuvchisi, yig'uvchisi, yo'naltiruvchisi mana bo'ladi. Nurga yo'naltirib berilgan ikkinchisi bu bo'ladi, ya'ni linza deyiladi. Bu atrajatel. Atrajatel hamma nurni yig'adi, lupaga jo'natadi, lupa buni qisman tekis qilib beradi. Ichidagi reflektor, ichidagi mana shtorka nurni kesadi. Shuni hisobiga liniya paydo bo'ladi. Endi aytishim mumkin, Y7da xuddi shu narsa bor deysizlar. To'ppa-to'g'ri, Y7 danlisi u atrajatel orqali chiqadi. Shu uchun ham belgilangan tartibda deb aytilyapti akalar. Ahamiyat beringlar. Belgilangan tartib nima? Bu yo'nalishi shu bo'lyapti. Bizning hozir mana tushunchamiz shunaqa bo'lyapti. Men hozir hamma xodimlarning videolarini ko'rib chiqaman, suhbatlarni eshityapman. O'rtada bu Y7ni mumkin deyishdi, keyin o'rtada yana mumkin emas deyishdi. Har xil mavzular kelib chiqyapti, har xil narsalar bo'lyapti. Xo'p, bu narsa hozircha mumkin emas. Hozircha mumkin emas. Agar qoraga bo'yapsanglar mumkin, lekin buni hozir yangicha LED chiqdi. Dali bilishning ichida. Agar o'shani qo'ysanglar, men o'ylashim bo'yicha bu meni shaxsiy fikrim, chunki uning ichida svetodiod yonayotgani ko'rinmaydi. Nimagaki dali bilishning hammasi ichida bo'lyapti. Bu narsani bozorda sotishyapti 350 ming, 450 ming, 550 minggacha, даже 45 dollargacha bor. Biz yaqin yaxshilab olib kelamiz. O'shani ham qo'ysanglar bo'ladi, faqatgina ichini qoraga bo'yashingiz kerak, ya'ni o'zini atrajatelini bo'yashingiz kerak. Hozir biletga to'xtalib o'tamiz. Bu bo'yicha ham alohida yana tema bo'lyapti. Hozir videoni oxirigacha ko'raylik. olish kerak. Aynan o'sha videodan keyin butun respublika bo'yicha aynan LED faralar bo'yicha bizda muhokama bo'ldi. Bugungi videoda mana shu butun mutaxassislar bergan xulosasiga asosan qisman ma'lumot berib o'tmoqchiman. Aynan biz o'tgan safargi videoda mana bunday LED faralarda qo'llash mumkin degan masalani ko'targandik, lekin mutaxassislarning fikricha aynan bunday LED faralarni o'rnatganda mana bu farani ichidagi yoritish chiroqlarining ichidagi nur qaytaruvchisi bilan birgalikda qo'llash mumkin emas bu narsani. Chunki bundan chiqayotgan nurni mana bu nur qaytaruvchi atrajatel baribir sochib oladi va qarama-qarshidagi haydovchining ko'ziga tushadi. Mana shu sababdan biz mana shu nur qaytaruvchini hisob qilmaganligimiz sababli videoni o'chirishga majbur bo'lganmiz. Aynan mana shu nur qaytaruvchi bilan birgalikda mana bunday H4 lampalarni qo'llash mumkin emas ekan. Endi bitta savol, yana ishlab chiqarilishi to'xtagan mashinalarga buni lampochkasini xohlaganini qo'yish mumkinmi yoki farasini o'zgartirishmi, qanaqasi bo'ladi? Ishlab chiqarish to'xtatilgan transport vositalarining yoritish chiroqlarini hozirda foydalanishda bo'lgan boshqa rusumdagi va turdagi transport vositalarining yoritish chiroqlarini almashtirish mumkin deyilgan. Bu joyda bitta narsani hisobga olish kerak Muhammad Qodir. Yoritish chirog'i mana bunday lampa emas. Mana bunday lampa emas. Yoritish chirog'i degani mana bu bo'ladi, yoritish chirog'i. Mana bu yoritish chirog'i bo'ladi. Bu lampa bo'ladi. Ichidagi lampa bo'ladi. Ishlab chiqarish to'xtatilgan transport vositasini mana bunday yoritish chiroqlarini boshqa mana shu turga mos keladigan yoritish chiroqlarini almashtirish mumkin. Far ekan-da bu. Butun boshli farani almashtirish mumkin degan. Faqatgina o'sha ishlab chiqargan korxona tomonidan belgilangan turiga mos kelish kerak. Yana muammoning ustiga yana muammo. Endi nima bo'lyapti? Endi ishlab chiqarilishi to'xtagan avtomobillarga faralarini o'zgartirish mumkin deyilyapti. Yoki boshqa ishlab chiqarilayotgan, qo'llanilayotgan faralarni, chiroqlarni o'rnatish mumkin deyilyapti turdagi. Ya'ni konstruksiyasini o'zgartirsak bo'ladi. Bilet modul, boshqa narsa. Mana bu narsa mumkin emas. Yoritish chirog'i deb mana aytilayotgan ekan. Mana yoritish chirog'i, mana hozirgi o'tganimizda ko'rsatdilar. Mana ichidagi yoritish chirog'i sizlarga bo'lib tushunishligi uchun men yechib oldim. Yoritish chirog'i mana. Yoritish lampasi mana. Yaxshilab tushunib olinglar. Yoritish chirog'i mana reflektor, yoritish lampasi mana. Yoritish chirog'iga nazarda tutilmagan LED chiroqlarni qo'yish mumkin emas. Ya'ni bunga linza qo'yish mumkin emas ekan. Bu nazariy hozir mana bizga tushuntirib berishlari bo'yicha nima desa bo'ladi, tartibi shunaqa ekan. Lekin menga eng yoqqan bitta xodimimizning gaplari, Elnur aka, press qahramon Elnur aka hozir polniy obzorni ko'rsataman, video davomida ko'rasizlar. Ular yasni aniq tiniq ko'rsatib berganlar.
nima narsaligini hozirlar bilan buni birgalikda ko'ramiz. Lekin hozircha mana bu narsalarga mumkin emas. Agarda o'rganib chiqilgan holatda bu narsa bunga qo'yish mumkin emas, lekin boshqa turdagi avtomobillar yorchiroqlarni o'rnatish mumkin, taqiqlanmaydi deyildi. Ya'ni lupalari, dali brejnlari yo'naltirilgan, nur sochilib ketmasa. Chunki yoqqaninglarda mana bunday qaraganinglarda lupaga emas, lupaga to'g'ri emas. Yonidan qaraganinglarda sochilib ketish kerak emas. Mana shu holatda sochilmasa mumkin deyilyapti. Tushuntira oldimmi? Demak, atrajatli qoraga bo'yaymiz. Linzani dali brejnligini olamiz. Ayettirib bo'ladi, sizlarga yonadigan. Shularni olamiz, qo'yamiz. Demak, bizning hozirgi videoga qaragan tushunchamiz bu shunaqa bo'lyapti. Ya'ni atrajatli dali brejni bitta reflektor bo'lib chiqishi kerak, ya'ni bitta linzadan chiqishi kerak. Ya'ni yo'llardan chiqishi kerak emas. Linzadan yo'naltirilib chiqarilsa, o'sha narsa bizga mumkin deyilyapti. Mana tushuncham shunaqa. Hozir men bularni ma'lumotlarga qaraganimda, mana shunaqa tushunyapman. O'zim soham shu soha bo'lgani uchun, mana to'g'ri tushuncham shu bo'lyapti. Biz buni reflektor desak, bu yorch chirog'i, bu LED, bu lampa. Lampani 90 ga 100 ga 90 har xil bor, bilasizlar, ko'p bor, nima qo'ysa ham gapki bo'lmaydi. Nimaga? Chunki bu yo'naltirilgan tartibga solingan. Mana shu tartibi. Mana shu har bitta siklon tartibi bo'ladi. Shu tartibga solingan deyiladi. Bunda dalilsa tartibga solinmagan. Faqat brejni yaqinda yorch chirog'i tartibga solingan. Lekin bu mumkin emas. Agar buni dalil brejniligi bo'lsa, hozir biz xodimlardan iltimos qilardik, yanada aniqroq, tiniqroq bitta ma'lumot berishligini, chunki xalq nima qo'yishni bilmayapti, chunki xalqimizni nima desa bo'ladi, tushunmasdan turib qo'yapti ko'pchilik. Shu narsa aniqroq bo'ladi, kommentarlarga yozib qoldirasizlar. Agar tartibga shunchalik jarimaga emas, tartibga bizlarni solish qoidalarini, shu yo'nalishlarni, reglamentlarni aytib o'tib ketsa, bir xodimimiz juda manfaatli, zo'r video bo'lgan bo'lardi. Shaxsan o'zim olib qo'ygan bo'lardim, xalqqa foydasi tegishi uchun. Nimagaki, xalq misol uchun hamma ishi bilan borib, kimdir o'qishga ulgurmaydi bu narsani. Reglamentlarni tuzatishga ulgurmaydi, to'g'ri bo'lsa mashina haydamasin deyishimiz mumkin. Lekin mana ba'zi insonlar bor, mashinani o'zi kerak emas mashina ham, bu mashina qiziqmaydi odam, lekin taqdir taqozosi bilan mashina oladi, taq qo'yadi, xir ekan. Endi Inomarkada yurgan, chet elda yurgan bo'lsa, yoki faralarga o'rgangan, taq o'tiribdi, kalyonni mana narsa olib turib, mana narsani 250 ming so'm ekan, 350 ming so'm ekan, tap etib qo'yadi, peshtabga tushadi. Shunaqa tartib bo'lmasligi uchun, boshqa tushunmovchilik bo'lmasligi uchun bitta chiroyli qilib, reglament bo'yicha tartibini tushuntirib o'rnatish, tartibini taqiqlanishini emas. Taqiqlanishini o'zi bilib bo'ldik, o'rnatish tartibini. Sochi qo'ysanglar, mana qanaqa nasroka bo'lish kerak, sochi nechta foizli bo'lish kerak, nechta vat, nechta ampere, nechta kelvin, nechta lyumin bo'lib, bitta xalq uchun video qilib bersa juda manfaatli bo'lardi. Lekin o'sha reglamentni men o'zim topolmayman. Necha ming lyumin bo'lish kerak, kelvin, kendal, vat, ampere men uni topolmadim. Reglament istalmagan joyim qolmadi. Agar shu bo'yicha bitta yo'nalish berishganda, men o'zim shu narsani o'qib chiqardim yoki qanaqa qayerga borish kerakligini to'g'risini bilolmayman. Shu bo'yicha menga ma'lumot yetmadi, shuni sizlarga yetkazib beraman. Hozir videoning davomini ko'ramiz, bilet haqida bo'ladi. LED chiroqlari yana muammo bo'lyapti. LED chiroqlar taqiqlanmaydi. Eshiting, buni yozib oling. LED chiroqlari, o'sha LED faralar to'g'ri o'rnatilishi kerak. Ishlab chiqarilishi tugatilgan, ya'ni hozirda ishlab chiqarilayotgan transport vositalari, amalda ishlab chiqarilayotgan transport vositalarini, mana Nexia 1, Nexia 2 bo'lsa, Nexia 3 ishlab chiqarilyapti-ku, yana Ravon qaysi ishlab chiqarilyapti, Monza bor, boshqa. Amalda hozirda konverter bor mashinalar chiroqlardan foydalanish mumkin. Agar LED qo'ymoqchi bo'ladigan bo'lsa, optik linza bilan tartibga olib, atrajatli olib tashlaydilar, chunki oddiy lampochkaga moslashtirilgan atrajatli bor-ku. O'shani olib tashlab yoki qoraytirib, optik linza, modul, o'shalar bilan biletlar qo'yish orqali tartibga olib, uni ham tartibga oladi parametrlar bilan, texnik ko'rik stansiyalarni keyin o'rnatishlari mumkin, ruxsat etiladi. Bu uchun qayta chiqarish uchun ruxsat olmaydilar hech qayerdan. Shuni oladi, joylashtiradi. Bu joyda nima deymiz? Endi kimdir aytishi mumkin. Led mumkin emas deysizlar, led mumkin deysizlar, led mumkin emas deysizlar, led mumkin deysizlar. To'g'ri. Hamma ham sohasi fara yoki led bilan shug'ullanish emas. Bizning ishimiz bo'lgani uchun biz sizlarga aniqroq ma'lumot beramiz. Hamma xodimlardan eshitgan, ko'rgan videolarimdan eng yoqqan videorolik mana shu Innovakanning videolari bo'ldi. Nimaga? Aniq tiniq xalq tilida yopachasiga tushuntirib berdi. Ya'ni ishlab chiqarish to'xtagan avtomobil Monzani farasini yoki Malibu 2 ning farasini olib turib o'ziga joylashtirsa bo'ladi. Ya'ni qanaqa holatda ichidagi linzalarni joylashtirsa bo'ladi. Men tushunishim bo'yicha. Ikkinchi varianti, agar bilet qo'ymoqchi bo'lsangiz, deyaptilar, ichidagi atrajatli nur sochuvchisini olib tashlagan holatda, mana o'z kreplenlari bor, uchta, olib tashlagan holatda, o'zini kranchkalar bilan qo'tiladi yoki-da mashina o'zini teshib, krepleni yasab, qoraga bo'yagan holatda bilet modul qo'ysanglar bo'ladi, deyaptilar. Ya'ni qaranglar, bu mana ichiga joylashtiriladi. Men hozir uni qoraytirganini ham ko'rsaman. Ichiga joylashtiriladi. Nima sababdan qoraytirish kerak, deyaptilar, qaranglar. Bu bilet yopilganida yon atroflardan linzasi orqali nur qaytadi. Chunki bu linzadan nur qaytishi bor narsa. Nur qaytgandan keyin mana usulini, ya'ni kuchaytirib oladi, yoyilib ketadi. Qoraga bo'yaganimizda faramiz mana bunaqa holatga keladi, mana. Bu holatga kelganida nur o'zida qoladi. Ya'ni ustida yana maska bo'ladi, maska yopiladi, maska yopilgandan keyin ichi qoraga bo'yatilgan, bilet qo'yiladi. Mana mana shu holati bilet ustunovga qoraga qilib qilindi deyilgan. Innovakan yetishlari bo'yicha bu holat ruxsat etiladi. Faqat tartibga olinsin dedi. Tartibga olish jarayoni nastroykasi bo'ladi. O'ngga, chapga, tepaga, pastga hammasi nastroyka qilinishi kerak. Shuni talab qilyapti. Ya'ni bilet qo'yib tepaga yoqib yurish mumkin emas. Bilet qo'yiladi. Men o'zimni misol uchun sizlarga aytaman, bir 18 yillik tajribamdan kelib chiqib ketgan holatda nastroykani 20 metr uzoqga qo'yaman va avtomobil bitta bo'ladi. O'sha hozir o'rganib ketganmiz, avtomobil bo'ladi. U qaysi avtomobil bo'lishidan qat'iy nazar, hozirgi o'zimizning standarti bo'yicha bokovoydan 15 sm pastga qilaman. Chunki bu bilet qancha uzoqlashgan sari pastga yoqib ketadi, bilasizlar. Uzoqlashgan sari o'ngga, chapga ketadi bilet. Mana shuni men tartibni bilaman. Tartibini to'g'rilab beraman. Hop, o'ng tarafini balonga, chap tarafini stoykaga to'g'rilayman. Shunda ideal nastroyka yo'l avion chiroyli, faqat to'g'ri endi tepaga qarab ketayotganingiz, kimdir pastdan chiqib ketayotganimiz ko'zga pali bo'lmaydi, u men ham tushadi narsa. Shuni tartibda o'tirib, faqat men buni точный ma'lumotini olmadim, tartibi qanaqa bo'lishi kerak, necha foiz bo'lishi kerak, uровень, balans, ularni men bilolmadim, to'g'risi. Eng zo'r yo'li men o'zim nastroykamga qo'yaman, 3 ta положение bo'ladi, 3 ta положениеda men ikkita pastga qilaman, bitta tepaga qilaman. Ya'ni o'rtani ushlab olaman. 2 marta pastga, 1 marta tepaga ko'tarib bo'lgan qilib, men o'zim nastroyka qilaman shu narsani. Ya'ni yuqotganda yoki tepalik chiqib qotganda pastga tushib qo'yadi. Gentrada 3 положениеsi 3 ta bilasizlar. Pastga tushib qo'yadi. Uzoq yo'lga ketayotganda bitta tepaga ko'tarib qo'yadi. Uzoq yo'l bilasizlar, mana qanaqa yo'l bo'lgan bo'lsa, siz tekis fares, mana bo'lib pastga urib qoladi, shuni hisobiga. Qisqasi, qoraytirilgan tartibga olingan fara, ya'ni bilet moduli ruxsat etiladi deb aytilyapti. Bu oxirgi videoda Innovakan o'zlari. Hop, Innovakan aytolmay endi xodim bo'ladi, yo'l patrul xizmatidan. Hop, shu bo'yicha men aniq ma'lumot topib olganim mana shu inson bo'ldi. Hop, endi yana harakat qilamiz. Yana keyingi videolarda bo'sh yana reglamentlari chiqar, tartib bo'lar, balki yo'lda bilet ustunovga qilinganidan keyin qanaqa reglamentar bilan lyuminlari, foizlari, vatlari chiqib kelar endi. Okey, u yog'ini xudo xolsa tez orada yetkazamiz. Yana shu gap, qaysi xodim bizga, ya'ni xalq uchun bir dona video qilib bersalar, men bir kun vaqtlar ketadi kun. Juda manfaatli bo'lardi. Ya'ni tartibga olish, noto'g'ri o'rnatish, qanaqa qilib to'g'ri o'rnatish yoki qaysi holatda to'g'ri o'rnatiladi. Bizga qaysi holatda noto'g'ri o'rnatiladi kerak emas. Chunki ito nima qo'ysa noto'g'ri bo'lyapti. Qaysi holatda to'g'ri o'rnatiladi. Bizga shu video
zo'r bo'ladi. Nima deysizlar? Kommentariyada обязательно qo'llab-quvvatlaysizlar. Xudo xolasa, qaysi xodimga yetib borsa, ya'ni ko'rishadimi bilmayman, juda xursand bo'lardim agar shu xodimimizga yetib borganida shu videoni mana bunaqa bo'ladi deb bitta video qilib bersa, juda xursand bo'lardim. E'tiboringiz uchun rahmat.